Mınaki 43 ming berip koydu eköөнü. Altın Taka mal bazarına geleberesizler. Soda öte kızık boladi. Yok siz tartmayın. Sodaqlar qochqorlardı. Jo. Mana uzun. Berin 44 so'rab atdilar, 43 berip koydu alarmanchi. Ha bir 500 so'm qo'shimcha berasizmi? Pishiq ekan. Ma'qul. 44 ga berasiz o'shanda. Xo'jayin barini ham 44 ga beram deydi. Biroq kishine tushsangiz yigitlarga bo'lmoq. 43 ming berip koydu tug'andar. Buna Altın Taka mal bazarına geleveringizler. Bugün 22 noyabr 2025-yil. Bazar öte sonun bolup atat mınaki. Elder köp, alarmandagı köp, satarman andan köp. Aka qo'y qancha ekan? 45 ming deydi mına qo'y. Hozir qochqorchi? 25 deyapti mına. Yaxshi. Mına soda dagı dele bolup atat janaqı jerde. 43 berip koydu 43. Bir qo'chqori yaxshi ekan öte. Narxı biraz slavıroq ekan, arıqroq. Biroq berkinesi öte so'm. Taqsir 44 dediler, biroq 43 ga berib jatadi ekөөsün. Sonun qarab turalım, soda olmasa. 44 ga berem deb atat ekөөni. Mana. Bunu 19 ga deydi, bunu 24 ga deydi, 23 ga olsa, 25 ga olsa berem deb atat. 25 deb atat. O'shanda esep deb atat da baykem qisqasi. Biroq yaxshi ekan. Duribsiz yaxshi ekanda. Mariq. Bering emis. Ana 5 qo'sha, qo'sh 5. Ha 500. Bo'ldi ya bering. Ha 5 so'm. 5 so'm. 43 yarim mingga beram deb. 5 so'm. O'ta qiziq bo'ladi. 5 so'm qo'shsan ana bering. Bering taqsir. Bering. Hech o'rinmay bering. Jeteneyiz aka. Ko'pchilikni so'zi bering. Hozir birov 5 so'm 5 so'mda Ko'pchilikni so'zi bering. 5 so'm 250 ber. Yarmin. 250 bo'lmaymi? Ber 500 so'm dela ber. Diqan ekan. Ber 500 so'm. 5 so'm ber. 5 so'm berem, mayli. 5 so'm Qo'shsa beradi ekan. O'ta qiziq bo'ladi. 43.500 ga berem deb atat. 43 ming berib atat bu yoq. 5 so'm qo'shdim. Qo'shaverchi, berchi emas. Razı olsun. Ha ketdi mana. 43.500 bir tug'andar buyursin. O'ta so'lim bo'ldi bozor. Barg'o.